Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Mana navbatdagi darvozamizni o'rnatib oldik. Andijon viloyati Marhamat tumaniga o'rnatdik. Ularga juda chiroyli o'rnatib oldik. Darvozamizning bo'yi 350, eni 314 razmerda bo'ldi. Kvadrat 1,5 million so'mdan. Taylarga shviller Yona 8 ga 8 nomerlarigacha qo'yib berdik. Zamoklari o'sha turistskiy zamok qimmatidan glazoklarigacha qo'yib berdik. Orqa tomonlarni ko'rsatamiz.